Abduqodir Husanovga yordam beraylik do'stlar. Mana Masharipov Eronga qarshi o'ynamaydi. Yana kimlar sariq kartochkasi bor? Husanov Realga qo'l qo'ymayman deya muxlisni rad etdi. Abduqodir Husanovga yordam kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, barchasini bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Rahmat. Xabaringiz bor, 25-mart kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Tehron shahridagi Ozodiy stadionida Eronga qarshi bahs olib boradi. Ushbu bahsda terma jamoamiz yetakchilaridan biri Jaloliddin Masharipov diskvalifikatsiya sababli maydonga tushmaydi. Shuningdek, yana 8 nafar futbolchimizga bittadan sariq kartochkalari bor. Sariq kartochkasi bor futbolchilarni sanab o'tsam: Odil Hamrabekov, Eldor Shomurodov, Bobur Abduxoliqov, Ruslan Jiyanov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Nasrullayev, Farruh Sayfiyev, Otabek Shukurovlarda. Do'stlar, ushbu o'yinni biz jonli efirda Telegram kanalimizdan efir qilamiz. Telegram kanalimiz manzili kommentariyada yoki Eurofutbol.uz deb qidiring. Husanov Realga qo'l qo'ymayman deya muxlisni rad etdi. Sababi klub tomonidan o'yinchilarga qo'yilgan taqiq. Bu shartnoma bo'yicha City muxlislari boshqa jamoa maykalariga dastxat qo'yishi mumkin emas. Abduqodir Husanovga yordam kerak. Ushbu muxlis barcha haqiqatni aytib tashladi. Men uni fikriga qo'shilaman. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. mumkin emas aka, mumkin emas. Qo'shdi rasmiy aka yoki boshqa oddiy uzr. Qondan kelgandi. Yo, aka mumkin emas, to'g'ri tushundingmi ham? Aka rasmiy tushib olaylik. Bo'ldi. Abduqodir Husanovga yordam beraylik do'stlar. Mana bu rasmni qarang, rasmni. Bu qanaqadir bugun tadbirga borgan, qanaqadir Navro'zga olib borishgan tadbirlarga bizga xulosa qilish yetarli bo'lmaganmi? Juda ko'p bokschilarimiz, juda ko'p sportchilarimiz shunaqa tadbir, majlisbozlik, u yoqqa bor choyxona, tadbirlar shuni orqasidan sinib ketdi. Bizga xulosa bo'lmadimi? Bitta Premier Ligada o'ynayotgan o'yinchimiz bor. Dunyo e'tirof etyapti. Zo'r bola, samimiy bola. Nima qilasizlar o'zingizlar manfaatinglar yo'lida uni qanaqadir reklamalarga olib borib, qanaqadir joylarda hamma qadamini syomka qilib olib chiqib, dunyoga o'zingizlar sharmanda qilib. Angliya Premier Ligasi matbuoti juda ham shafqatsiz do'stlar, aytib qo'yay. Ertaga qanaqadir City tarkibida 1-2 marta xato qilsa, mash qo'shtirnoq ichidagi odatlarimizga ular urg'u qaratadi, e'tibor beradi. Sizlar e'tibor bermasanglar ham ular e'tibor beradi. Va yomon tomoni o'sha hozir yonida atrofida o'zini manfaati yo'lida foydalanib yurgan bloger, ba'zi bir tashkilot odamlari ertaga negativ yozadigan ham va orqasidan kavlaydiganlar ham o'shalarning ichidan chiqadi, aytib qo'yay. Biz o'zimiz ko'taraylik, yordam beraylik shu bolaga. Yordam berish kerak. U shaxsiy narsasiga, shaxsiy hayotiga kirmang. Yordam bering, o'yinga e'tibor qaratsin. Yaqinda muhim o'yin bor Eron bilan. Yutsa 99% hal jahon chempionati. Yaqinda sanoqli kunlar. Shunaqa muhim pallada ham shunaqa tadbirlarga olib boradimi?